Xitoyning Uyg'ur naposini kontrol qilish uchun Uyg'ur ayollarini tug'mas qilishi va Uyg'ur qizlarini Xitoy erlari bilan nikohlanishga majburlashi Uyg'urlarning milliy mavjudligiga xiris paydo qilgan. Bu masala xalqaroning diqqat nuqtasiga aylangan bir vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining ayollar ishlariga mas'ul bir komiteti doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatidan Uyg'ur ayollariga qarata majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirishni o'z ichiga olgan kamsitish xarakterlik muomalalarning barliq shakllariga xotim berishni talab qilgan. BDT Kishilik huquq kengashi ayollarni kamsitishga xotim berish komitetining 30 may kuni e'lon qilgan bu doklati va dokladdagi tavsiyalar mazkur komitetning bu yil 12 may kuni o'tkazilgan Xitoyning ayollar huquq taraqqiyotini qarorlik tekshirish yig'inining xulosa doklati bo'lib hisoblanadi. Xitoy 12 may kuni o'tkazilgan bu qitimliq yig'inga zo'r ko'lamli bir vakillar o'maki bilan qatnashgan. Yig'inda Xitoy vakillar o'magi BDT tekshiruvchilarining Xitoyning Uyg'ur ayollariga tutgan kamsitish xarakterlik muomalasiga doir keskin savollarga duch kelgan. Ammo Xitoy taraf o'zlarining Uyg'ur ayollariga tutgan muomalasini oqlagan edi. BDT ayollarni kamsitishga xotim berish komitetining 30 may e'lon qilgan dokladida Xitoyning rayondagi zo'rlash xarakterlik planliq tug'ut amaliyatiga doir shikoyatlar, majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilishni o'z ichiga olgan boshqa jinsiy zo'ravonlik shakllarining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bo'libmi ko'pincha Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlarda ba'zan tan jazosi tashkil qilayotgan bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan. Doklad qayd qilishicha, bu mazkur rayonda tug'ilish nisbati Xitoyning boshqa rayonlariga selishtirganda jiddiy tuvanlab ketishni keltirib chiqargan sabablarning biri deb ko'rsatilmoqda ekan. Doklad Xitoyning darhol tadbir qo'llanib rayondagi planliq tug'ut siyosati, bola tushirish, tug'mas qilish va jinsiy zo'ravonlikning barliq shakllariga xotim berishi, uning oldini olib bu xil qilmishlarni jinoyat deb bekitishi, shundaqli tekshirish olib berib, mas'uliyati bor shaxslarni javobgarlikka tortish talab qilingan. Bu BDT xizmat gruppasining bu yil 3 oydan beri Uyg'urlar haqida chiqargan 2 doklati bo'lib hisoblanadi. Bu yil 3 oyda BDT Kishilik huquq kengashining xohlagancha tutqunga qarshi turish xizmat gruppasi doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatidan jurnalist va atoqli muharrir Qurbon Mahmud, Bag'dash to'rining qurg'uvchisi Akbar Asad va doktor Gulshan Abbosni qo'yib berishni talab qilgan edi. Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbosning 31 may kuni ziyoratimizni qabul qilgan. Qayd qilishicha, BDT ayollarni kamsitishga xotim berish komitetining doklati Xitoyning Uyg'ur ayollarini xo'rlashining xalqaro sahnada e'tirof qilinishi va BDTda yangi bir qadam bosilganligini bildirdi ekan. Uyg'ur ayollarining lagerda, turmada, hatto o'zining uylaridami jismoniy va jinsiy zulmlarga uchrayotganliklariningki ham Uyg'ur ayollarining har qaysi sohada qul ishchi qilib ishlatayotganliklaridek mushundaq Xitoy hukumatining Uyg'ur ayollariga qilayotgan zulmlarining dunyo sahnasida e'tirof qilinganligi va mushu zulmlarga qarshi BDT'dan bir qadam e'linganligini bildirdi. Lekin Roshan Abbos BDTning Xitoyga tavsiya berish bilan cheklanib qolmasligini, Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishi hamma Xitoyni javobgarlikka tortish kerakligini bildirdi. Ezilgan millatlarning kishilik huquqini qo'g'dash bo'lsa, BDTning qurilish prinsiplarining asosidagi birdan-bir mas'uliyati. Birinchidan BDT cho'qim Xitoy hukumatining jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishi BDTga a'zo davlatlar bilan birlikda Uyg'ur qirg'inchiligiga qatnashayotgan va shuningga has qo'shayotgan shaxs va o'rinlarga qarta jazo yurgizish kerak. Yuqorqi dokladdagi muhim tavsiyalarning yana biri navbat Xitoy hukumati Uyg'ur rayonida keng ko'lamli qo'lga qo'yayotgan Uyg'ur qizlarini Xitoy erlariga uylanishga majburlash siyosatidir. Doklad Uyg'ur ayollariga o'xshash barliq etnik, diniy va til ayrimchiligiga ega osonlik millat ayollarining juftini erkin tanlashi, ularning to'y qilishda erkin va to'liq rozilik ilinishiga kafolatlik qilinishi. Uyg'ur ayollarini millatlararo nikohlanishga majburlash deyilolarining hammasini to'liq tekshirib, buningda hukumat amaldorlarini o'z ichiga olgan mas'uliyati bor shaxslarni sotlishi va muvofiq jazolash talab qilingan. Xitoy hukumati rayonda 2017 yil boshlangan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda Uyg'ur qizlarining Xitoy erlariga majburiy to'y qilishni rayondagi muqimlik siyosatining bir parchasi sifatida keng ko'lamli yo'lga qo'ydi. Xitoy taratqularida Xitoy boytaqlarini Xinjiangga berib, Uyg'ur qizlariga uylanishga chaqiradigan e'lon san'atlar ochiq oshkora tashviq qilinishga boshlagan. Xitoy erlariga tegishni rad qilgan Uyg'ur qizlarining radikallik bilan ayblanganligi yoki ota-onasining lageriga qamalish bilan tahdid silinganligiga doir xabarlar tarqalgan.
Halbuki bu xil majburiy to'ylashish harakati Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'ab qolmay, balki chet el tadqiqotchilarining tanqidiga uchragan. Ular xalqaro jamiyatning Xitoyga besim ishlatib majburiy to'ylashni to'xtatishni talab qilib kelgan edi. Angliya Sheffield Ta'lim universitetining Uyg'urshunoslik bo'yicha nopozlik tadqiqotchisi David Tobinning bildirishicha, Xitoydan iborat Kompartiya davlatining Uyg'urlarni Xitoylar bilan to'ylashga majburlashi biologik irqchilik hisoblanadi ekan. O buningda Xitoy doiralari Uyg'urlarni biologik jihatdan yo'qotishda ularni o'ldirib emas, balki to'y qilib yo'qotishga ishonchi bog'liqligini ta'kidlaydi. One big important aspect that this brings out in Chinese policy. David Tobin mundaq deydi. Buning Xitoy siyosatiga kelgan eng cho'ng taraflarining biri Xitoyning Xitoyga bergan rasmiy ta'birining noqul koni ko'ngilchiligi nuqtai nazari bo'lib qolmay, balki partiya davlatining Xitoylar va Uyg'urlarni biologik termin orqali sharhlaydigan biologik irqchilikdir. Buningda Uyg'urlarni biologik yo'qotishda ularni o'ldirish orqali emas, balki to'y qilish orqali eritib yo'qotib, ularning oilalarida Xitoy bolalarini paydo qilish va bu orqali ularning madaniyatini unutildirishga ishonchi bog'lamoqda. David Tobinning aytishicha, Xitoyning rayondagi majburiy to'ylash siyosati uning Sharq Turkistonni xitoylashtirish planining partisi ekan. The official program of forced marriage in East Turkestan led by the party state really reflects its broader attempts to sinicize David Tobin and other partiya davlatining Sharq Turkistondagi majburiy to'ylash programmasi uning Sharq Turkiston va boshqa musulmon rayonlarini xitoylashtirishdan iborat keng doiralik planining bir partisini namoyon qiladi. Bu boshqa bir madaniyatga singib kirish, boshqa bir madaniyatni qo'shib olish programmasining bir partisi bo'lgan koni qilibdagi Xitoy shovinizmdir. U atalmış tanlash obyekti bo'lgan boshqa madaniyatlarni qaloq orqada qolgan muhim emas. Shunga bu xil madaniyatlarni taraqqiy qilgan ilg'or Xitoy madaniyati qo'shib olsa bo'ladi deb qaraydi. Lekin Uyg'ur harakatidagi Ro'shan Abbosning qayd qilishicha, Xitoyning Uyg'ur qizlarini Xitoylar bilan to'y qilishga majburlashi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining asosli shakllarining biri ekan. Uyg'urlar sirki irqiy qirg'inchilik maqsadiga yetishdiki, buni bir usul shaklda ishlatib, hozir Uyg'ur ayollarini Xitoy madaniyatiga singdirish, Uyg'urning madaniyat va diniy kimligini yo'qotish, Uyg'ur nopusini azaytish strategiyalarining bir uslubi sifatida qo'llanyapti. Bumu shu Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning asosli shakllarining birisi. BDT ayollarni kamsitishga xotim berish komitetining 30 may e'lon qilgan dokladida yana Xitoyning Uyg'ur ayollarini majburiy emgakka selishni to'xtatishi, uningga xotim berishimi talab qilingan. Dokladda Uyg'ur ayollarini majburiy emgakka selishni o'z ichiga olgan majburiy ishga o'rinlashtirish tadbirlarini cheklashni, bu xil tadbirlarni darhol to'xtatishni, majburiy emgakka tutilgan barliq ayollarni qo'yib berishni, xizmat o'rinlarida, bo'libmi kasbiy mahorat va qayta tarbiyalash markazlarida ayollarga jinsiy zo'ravonlik, parakandichilik sog'an shaxslarni, jumladan hukumat amaldorlarini sotlash va jazolash talab qilingan. Lekin BDT ayollarni kamsitish xotim berish komitetining 12 may kunidagi yig'inida Xitoy vakillari Xitoyning Uyg'ur ayollariga ziyonkashlik qilayotganligiga doir barliq ayblashlarni rad qilgan. Uyg'ur ayollarining Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanayotganligiga doir savollarga qarata Uyg'ur ayollarining har xil an'anaviy va diniy qashillardan qutulib, o'z irodasi bilan erkin juft tanlashiga yordam qilayotganligini ilgari surgan.